Voy dadajon, o'g'lingiz to'kurdi. Ha? Uf, tez yordam nechiydi? Alo. Uzr, adashibmiz. Ya, doktor kerak emas. Ortiq sharafxo'r. Yaxshimisan? To'q ursa, naborot yurak baquvvat bo'ladi. Hey, qatcha. Ha, dada, ovozim chiqmayapti, shunday poliklinikaga borib kelay. Ha? O, doktorning sponsori. Tuzli suvga g'arg'ara qilib issiq saqlasin dadasi. Hech qanaqa. Zahar kesadigan gap bor. Muzday suv ichvorsin. Yo'g'i? Ha, nima ham deymiz endi, peshana ekanda. Mayli, biz boraylik. Ketdingmi o'g'lim? Oy, belim. Obbo, bu uyda sog' odam yo'q. Senga nima bo'ldi? Belim yomon og'riyapti-da. Ha, shuning uchun kechqurun uxlash kerak edi-da. A? Ha, yarim kechasigacha egilib kiriyording-ku. Ishtima qilmaydi. Qo'y yog' surtab o'ranib yot. Oyi, ari chaqib oldi. Voy, dadasi. Ha, oyog'ini vanna qilib isiriq hidlasin. A? Ari chaqqanga-ya? Ha? Arimi? Unda tez tishlab so'rib tashlash kerak. Ha, men emas, keliningizni chaqdi. Ha, unda tuz bilan pichoq bosinglar. Dadasi. Ha! O'g'lingiz vaqti yotib o'rganda grippi kuchayib ketdi. Gripp ham kasalmi? Uni yurib o'tkazib olish kerak. Ha? Nima bo'lyapti? Burnim bitib nafas ololmayapman, dada, doktorga olib boring. Ha? Mana olib boraman. Kelin, uyda piyoz bormidi? Chida. Bo'ldi, dada. Qolganini tishlab yeb ol. Dada, o'g'lingiz bo'yni og'riyapti. Ha, dada, ana notor yotib qolmanda. Jonga tegdilaring. Ota-bobolarimiz doktorga bormagan. Bu yoqqa kel. Hop. Kelin, doktor chaqiring.